Erta kelib oxirida qolganlardan biz kelamiz. Toki bilan hozir samolyotimizga qarab ketdik. Oxirida qolib ketilmaymiz yana. Telefonda gaplashaverman, unisini qo'yib bunisida. Xudo xolasa safarimiz bexatar bo'lsa, yoqimli parvoz. Mana mini samolyotlarda uchamiz. To'rda ekan biz joyimiz. To'g'riga o'tamiz. Men tomonda derazani tagida ekan. Oxiri 10 yil oldin tushganman. Samolyot bilmadim, hozir qo'psam kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Vohadagi zakazlarimiz o'chash uchun, Tojikistonga ishlarni bitirish uchun samolyot yo'lga chiqdim. Vaqtdan tejash uchun. Vizitga yetkazib bo'lmayapti. Xohlasa yoqimli parvoz, sog' salomat bo'lib olaylik. Toshkent aeroportidan Termizga Surxondaryoga uchayapmiz. Bilay nimaga yaxshi ishlamaydi desam, yerda yaxshi ishlamas ekan. Tepada ishladi hozir. Samolyotda yetib turibdi, zakaz olib qo'ydi. Endi uzildi hozir. SMS yozib oldim, kelayotgan gapimiz chala qoldi. Qaranglar qanaqa balandlikda turib zakaz olib qo'ydi hozir. Sog' salomat yetib olaylik. Bilayga gap yo'q. Alhamdulillah sog' salomat bo'ldik. Hozir yetib keldik. Surxondaryo Termizdamiz. Sabrli esli oromga o'xshab oxirida qoldim men. Hamma shu osildi kattalar. Termizda hozir kutib turishibdi aka. Men manzilgacha olib boradilar, xohlasa. Samolyot temani yopgan lekin bilmayman. 35 kishilik deb noto'g'ri aytibman. 100 kishi atrofida ketar ekanlik. Normali zo'r bo'ldi parvoz. Lekin Termiz aeroporti gigant ekan, qaranglar. Bu asos katta aeroport bilmayman. Havo issiq, lekin shamol. Chang joyida. Suv ucharkan. Termizdan Denovga tamojiga boramiz. Undan keyin sheriklar bilan Tojikistonga o'tib ketamiz. Xudo xolasa yo'lda zo'r videolar bo'ladi. Qo'l Tojikistonning go'zal joylarini upload qilamiz. Qaranglar, mas'uliyatli odam pul vaqtida keladi hamma joyga. Aka, ismingiz nima edi? Jo'rabek aka, sog' salomatmisiz? Sizga yaxshimi? Aka kelib kutib turgan ekan-da endi. Denovga qarab yurdik aka, xudo xolasa. Aka savol beryaptilar, tandir go'shtga to'xtaymi deb. Endi tandir go'sht yeb ketmasa Surxondaryoda gunoh bo'lsa kerak-a? Jarqo'rg'onda yo'li bo'yida shunaqa tandir go'sht qiladigan joylar bor ekan. Eng yaxshisiga to'xtang dedim. Mana bitta ko'raylikchi, mazasiga baho beramiz. Tandirdan yangi chiqdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mazasi zo'r ekan akalar. Donoz bo'lsin, gap yo'q. Xudo xolasa Tojikiston granitsaga kelib oldik. Hozir Surxondaryo Denovdan Tojikiston Regar Tursunzodaga o'tamiz. Tamojida bizni Captiva'da yukimiz o'tib ketgan. Men orqalardan yetib olishim kerak edi. Xudo xolasa hozir orqalardan yetib olaman, borib ustanovkani boshlaymiz. Rosa to'polon kunga kelman ekan, qaranglar. O'chirib qo'yapti. Kasb hunari orqasidan odam qadr topar ekanda, qaranglar, mehnat qiladi bolalar. Shunaqa joyda mana ulug' yaxshi. Aka, mana Tojikistondan O'zbekistonga borgan edingiz-a? Darvoza zakaz qilish uchun, ha? Bugunga rizq qaytyapsiz, xudo xolasa. Rahmat aka. Mehmondo'stlik uchun, Firdavsga ham, sizga ham. Umidjon bilan bugun biz tug'ilgan kunimiz-a bugun. O'zingiz olishni nasib ekan aka. Aka, yaxshimi kayfiyatlar? Zo'r, saytamiz. Xudo xolasa Tojikiston Regar qayerga keldik biz? Regar Ziyoratut. Ziyoratutga keldik. Biz ertaga shu akaga darvozani chiroyli qo'llatib beramiz. Vodiy Namanganga borib, ko'rib ko'zlari bilan ishonch hosil qilib zakaz qilganlar. Xudo xolasa xayrli bo'lsin, tanishganimizdan aka. Rizqimiz qo'shilgan ekan shu joylarda mana dasturxon ustida chiroyli gaplashib o'tiramiz. Arzimas xizmatimiz o'zimiz davlatimiz, o'zimizning 12 ta viloyatda qo'shni davlatlarda qadrli bo'lib, shunaqa odamlarning nazariga tushib, bizga ish olib zakaz qilishgan ekan. Chiroyli qilib ertaga ishlarni Umidjon mana boshlaydi, cho'tka qilib bitiramiz, ha? Xudo ko'rich, kalit chiroyli topshirish nasib qilsin aka. Biz ham yorug' yuz bilan o'rnatib topshirib olaylik. Nasib, xushayapsiz aka. Rahmat aka. Xudo xolasa biz yetib keldik. Bugun dam olib, chiroyli mehmon bo'lib, ertaga ishni yakunlaymiz. Go'zal darvozani o'rnatib beramiz ularga. 3 ta eshik ham bor, proxodnoy kirish metaldan qilganmiz, juda chiroyli holatda bo'lgan. Topshirib olish bizga ham chiroyli topshirish nasib qilsin.